Amerika Avam Palatası Şərqi Türkistanda Uyg'urlarga qaratgan besim siyosati sababidan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishni planlagan qonun loyihasini ma'qulladi. Mazkur loyiha 15-may Kengash Palatasida ma'qullangan bo'lib, 27-may Avam Palatasida ovozga qo'yilgan bu qonun loyihasi ko'p sonliq belat bilan ma'qullandi. Qonun loyihasida Amerika prezidenti Donald Trumpning Uyg'ur va boshqa musulmon oz sonliqlarga qaratilgan besim va zo'ravonlikqa mas'ul bir qism Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish talab qilingan. Buningdan boshqa loyihada Amerika Davlat ishlari mahkamasining rayondagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida doklad tayyorlash talab qilingan. Bu qonun loyihasi oxirida imzo uchun prezident Trumpning ustiliga boradi. Agar Donald Trump tasdiqlasa, bu qonun loyihasi rasmiy kuchga ega bo'ladi. Trump tunugun Oqsaroyda bu qonun loyihasi to'g'risida biz Xitoy haqida kuchli bir qaror chiqaramiz degan edi. Kanada Quebec o'lkalik Oliy sud mahkamasi 27-may chorshanba kuni Huawei'ning moliya amaldori Meng Wanzhou'ning o'tkazib berish delosiga hukm chiqarib, Mengning jinoyatining qo'sh jinoyat o'lchamiga tushadiganligi, shunga uning o'tkazib berish delosining davomlashadiganligi haqida qaror chiqardi. Bosh sudchi Xizr Olmish 23 betlik hukm e'lon qilib, Meng Wanzhou'ning jinoiy qilmishining aldamchilikni tashkil qiladiganligini o'tirg'a qo'ydi. U Kanadaning Amerikaga o'xshash Eronga iqtisodiy embargo yurgizmaganligini, lekin buning bir kishining Kanadada o'xshash jinoyatdan sotlanishiga ta'sir ko'rsatmaydiganligini bildirdi. Huawei'ning qurg'uvchisi Ren Zhengfei'ning qizi Meng Wanzhou Amerikaning Eronga qaratgan embargosiga xiloflik qilish bilan ayblanmoqda. Kanada soqchilari 2018 yil 12-oyda Amerika hukumatining talabiga binoan Vancouver aerodromida Meng Wanzhou'ni qo'lga olgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Hong Kongning siyosiy o'rni haqida yozma bayonot e'lon qildi. Pompeo hozirgi faktlarga asosan Hong Kongning siyosiy jihatda Xitoydan mustaqil emas degan yakun chiqarilganligini bildirdi. Pompeo bayonotida inchik tadqiqot natijasida men majlisga Hong Kongga 1997-yili 7-oydan burunqiga o'xshash Amerika qonunlari asosida muomala qilishga bo'lmaydiganligini bildirdim. Hech kim bugun Hong Kongning Xitoydan mustaqil ekanligini aytolmaydi dedi. Pompeo Xitoyning Hong Kongda yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan davlat bexatarlik qonuni haqida to'xtalib, buning Hong Kong avtonomiyasi va Beijingning Hong Kongliklarga bergan va'dasiga urilgan bir zarba ekanligini aytdi. U yana Amerikaning Hong Kong xalqini davomli qo'llaydiganligini bildirdi. Xitoy Wuhan virusi sababli xalqarada tanqidga uchrayotgan va yuqumlanuvchilar soni yangidan oshayotgan bir paytda Xitoy rahbari Xi Jinping harbiy iqtidorni kuchaytirib, har vaqt tayyor turish kerakligini aytdi. Xitoy davlat raisi va Markaziy harbiy komitetining boshlig'i bo'lgan Xi Jinpingning 13-navbatli xalq qurultiyi jarayonida ochilgan yig'inda armiya va soqchilarga Xitoy ozodlik armiyasining urush tayyorligini yaxshi qilishi va harbiy iqtidorni o'stirish kerakligini aytishi diqqatni tortdi. Trump Oqsaroyda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida askarlarimizning qisqa vaqt ichida yurtiga qaytib kelishini umid qilaman dedi. Trump yana boshqa davlatlardagi Amerika askarlarini chekindirish masalasini muzokara qilayotganligini tilga oldi. Trump Suriyadan askar chekindirish qaroriga javoban mundaq dedi. Suriyada askarlarimiz Turkiya chegarasidan chekinganda ko'pchilik buning eng qo'rqinchli ekanligini aytgan edi. Tunugun men prezident Erdo'g'an bilan telefonda paranglashdim. Biz sizmi chegara intayin yaxshi edi. Men 1 yil ilgari bu qarorni chiqarganda tanqidga uchirdim. Hozir ular o'z chegarasini o'zi qo'g'diya oladi.